Savdo sayohat kanalidagi sotuvchilar, sizlarga yaxshi yangiliklardan kiloli kiyimlarda joy desak ham bo'laveradi. Buni Urumchida hech bunaqa joylar topolmasdik. Mana sal-pal ochib qo'yishibdi. Kiloga sotishmaydi Xitoyda. Donaga sotishadi. Lekin o'zimcha hisoblab ko'rdim, kiloga qoplaydiganga o'xshayapti. Endi bularni nomerlarini, dalillarni oldik. Xudo xolasa shu kilolilarni ham yo'lga qo'yamiz nasib bo'lsa. Mana qoplarda polni ko'raverasizlar. Hamma tovarlari yaxshi, zo'r ekan. Har xil 5 yuanli narsasi ham bor ekan, 10 yuanli, 15 yuanli o'ziga qarab. Shu ichkarilardan olib kelishar ekan. Mana ko'raverasizlar. Mana bu yerda mana sizlar endi ko'rsatsam, mana shunaqa qoplarda tushirib tashlashgan, ko'ringlar. Bular hammasi shunaqa kiloli kiyimlar. Yana bu taraflarni ham ozgina ko'rsataman. Mana bular shimlar. Har xil katta, kichik ko'raverasiz. Bu shimlaringiz necha yuandan? 10 yuandan. 10 yuandan ekan. Yaxshilab tushungan odamga har xil ajoyib narsalar bor ekan. Faqat tushunib olinsa bo'ldi. Hisob kitob qilib ko'raverasizlar. Kiloli kiyimlar. Kutinglar, 1-2 oylarda shu kilolilarni ham nasib bo'lsa yo'lga qo'yamiz. Bu joy Xitoyda Urumchida. Lekin bir 2-3 ta narsani hozir tarozilar ham ishlamayotgan, taxmin qilib ko'rdim. Yaxshigina olib borib sotsa bo'ladiganga o'xshayapti. Izohlarda yozib ketinglar, kommentariyalarga O'zbekistonda kiloli kiyimlarni hozirgi vaqtda narxi qancha bo'lyapti? Eng arzon joyi. Misol 150 mingmi, 160 mingmi yoki 140 mingmi? Shunaqa taxminan bu 15 ga 15 joy bo'lsa kerak. 200 dan oshiq kvadratli joyga o'xshayapti.